Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar bugun yengil makiyaj qilamiz. Yuzimga SPF surganman, lekin ozgina shunaqa qilib ko'rsatishim shart. Anaqa SPF ishlataman yuzimga. Men yuzimni umuman tonalka ishlatmayman. Ko'p odamlar so'raydi, yuzga qanaqa tonalka ishlatasiz deb. Tonalka вообще ishlatmayman, chunki tonalka yuzni qaritadi. Faqat to'ylarga, birorta ma'rakaga, biror joyga mehmonga borganimda surtishim mumkin. Unda BB krem ishlataman, lekin yuzimga tonalka ishlatmayman. Keyin ko'p odamlar menga savol berishyapti. Juda ham ko'p savol berishyapti. Qayerdansiz? Nechinchi yilsiz? Yoshingiz nima? Necha? Ismingiz nima deb. Buni hamma narsani men Instagramga videolarim orqali yoki bioyimga qo'yib qo'yganman. Shunchaki e'tibor bermayapsizlar. Ismim Iroda. Yoshim hali 17 ga endi kiraman, hali 16 da va Navoiy shahardanman. Navoiy shaharining o'zidanman. Keyin hali maktab o'qiyman. Keyin ko'p odamlar so'rashyapti, oyog'ingizga nima bo'lgan, o'zingiz uchun qayerga yurasiz yoki avval sog'lom bo'lib turib endi bunaqa hassa olganmisiz deb. Yo'q, men hassasiz avval ko'p video olardim. Shunday o'tirgan holimda yoki bitta oyog'ida tika turgan holimda olardim, lekin oyog'imni to'lig'ini ko'rsatmaganman. Xohlasangiz hamma videolarni ko'rib chiqinglar. Oyog'imga keladigan bo'lsak, bu haqida ham video chiqargandim bir safar. So'rmayman to'sh. Bu haqida ham video chiqargandim. Oyog'im 4 marta operatsiya bo'lgan, oyog'im tug'ma. Tug'ma bu tug'ilgandan degani. 4 marta operatsiya bo'lgan, o'shani yaxshi qilish sababi va 12 sm kaltaligi uchun men hassada yuraman. Balki tushungandirsizlar. 12 sm kaltalik uchun hassada yuraman. Keyin ko'p odamlar savol berishadi. Shu narsani juda ko'p odamlar savol berishyapti-da. Otangiz qarshi emasmi bu narsaga? Shu Instagramga, internetga o'zingiz videolaringizni joylashingizga deyishyapti. Yo'q, men ota-onam qarshi emaslar. Men ota-onam ruxsat berganlar. Ruxsat berganligi uchun video qo'yaman men. E'tibor bergan bo'lsangiz, onam bilan birga video qo'yib chiqaman. Keyin otangiz bormi yoki birga yashaysizlarmi deb ko'p savol berishadi. Otam bo'lmagandan men qanday tug'ilardim? Sizlarga savol. Keyin otam borlar, shukr. Shunchaki men otam bilan birga video chiqarmayman men. Chunki otam bu narsani xohlamaydilar. O'zing qo'yaver Instagramingga videolaringni, lekin menga teginma. Menga yaqin kelma, men bilan video olma deydilar. Agar yana birorta savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, javob beraman albatta. Men ketishim kerak. Hammaga xayr va shunaqa makiyaj qildim. Bo'ldi, tamom. Shu bilan ketaman endi.